Men Messining jarima zarbalari Ronaldonikidan yaxshiroq degan odamlarni tushunmayman. Messi fenomenal futbolchi. U hatto eng mas'uliyatli o'yinlarda ham jarima zarbalaridan gol ura oladi. Uning zarbalari aniqligi va to'p nazorati bilan alohida ajralib turadi. Lekin bu narsalarni Ronaldoning jarima zarbalari bilan taqqoslab bo'lmaydi. Siz kanalga obuna bo'lib qo'ying, men esa batafsil tushuntirib beraman. Bu Messi va Ronaldoning urgan jarima gollarining issiqlik xaritasi. Yaxshilab qaralsa ko'rinadiki, Messining gollarining aksariyati faqat 25-30 metr oralig'idan urilgan, ammo Ronaldo esa qayerdan urmagan deysiz? 40 metrdan aqldan ozdiradigan gol kerakmi? Marhamat, mana Arsenal darvozasiga urilgan gol. Keskin burchakdan gol, bu ham muammo emas. Mana yana bir pushka. Agar Messi to'pni jonli devor ustidan ideal tarzda aylantirib 9likka mixlab qo'ysa, Krish esa maydonning istalgan nuqtasidan pushkasini yo'llashi mumkin. Leoda 35 metrdan uzoqdan urilgan deyarli bitta ham jarima zarba yo'q. Ronaldo mukammal futbolchi, aql bovar qilmaydigan ishlarni qiladi. Kim nima desa desin, bu borada men uchun eng yaxshisi faqat Cristiano. Agar siz ham Ronaldoning jarima zarbalari Messidan yaxshiroq deb hisoblasangiz, videoga like bosib qo'ying yoki Messi undan ustunroq deb o'ylasangiz, fikringizni kommentariyada izohlab keting.